Assalomu alaykum Gigant darvoza obunachilari. Hop, sizlarga hozir granit fasondagi darvozamizda hammaga eng qiziq joyini aytib o'taman. Narxini 1 kvadrat metri 1.800.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka qilib beramiz. Darvozamizda oldi orqa bir xil bo'ladi. Bu orqa tomoni ham bitta. Darvozamiz materiallar bilan tanishtiradigan bo'lsak, dastak ruchkalariga 6 go'ch profildan foydalanganmiz. Yondor qismlari o'ngon profilli uchli stenasida bo'ladi. To'qima profillar 6 ga turdi. 1.7 bo'ladi. Oldi orqasi 2 listdan iborat. Orasiga xohlasangiz stiklavata, xohlasangiz minivata solib beramiz 3 sulu. Shannerlar ham pachinli shannerlardan foydalanilgan. Avtomobilni lak, avtomobilni kraska tushgan darvozamizga. Darvozamiz yaxshilab qurilgandan keyin polirovka jarayoni ham bo'ladi. Darvozamizga hali nержавейкаlardan foydalanamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi aytilgan narx ichida bo'ladi. Ishimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Biz yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar.